Assalamualaikum ibora bo'lganchilarimiz navbatdagi videolar uchun Urganch shahrida 2 xona kvartira ijara chiqdi. Lokatsiya Dekkan bo'lar. Yangi dom 3-qavatda joylashgan. Narxi 3 million so'm. Liftimiz ega. Rakoynamiz, oshxonamiz. Oshxonamizdan chiroyli kuxonyalar, o'tiradigan stullarimiz, ovqatlanadigan stullar, kir mashinalarimiz, mana Premier firmaniki Alfred kotellarimiz, Avangardni bu yerda xolodilnikimiz, Premier firmani havo tortishdi, Imer firma gaz plitamiz. Ayaktelam topli pola ega. Doğrumuz sanucul, Aristolla, Royal firmayı duş ayeti ötülgen ekan. Perdelerim bu. Spanyamız 2 adam 13 kW, şkaf. Bir de yastıkımız, köpeçelerimiz. Bu. Ayaktela gilam taşalgan hem de boy patalkanımız her zaman gidik. Natijin oy. Mehmonxonamizdan sharoitlari bu ekan bunchalar. Yangi dom doğru merkezi poliklinika ro'parasidagi yangi domimiz ekan bo'ladi. Tiruzullangiz mehmonxonamizda. Bir ugolokamiz qanam mo'ji bu. Narxi 3 million so'm 3-qavat liftga ega. 91 425 06 aloqa chiqarsa. İcra birimizdan bemalol bo'ladi. Erdamgilik ijara qo'yib berish xizmatdamiz. Sog' bo'linglar.